Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Avstraliyada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchilarimizdan Abdug'ufur Ajimlar o'tkazgan suhbatimizda o'zlarini yo'llaymiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Aldı bilen özünüzü kıstırıp tanıştırıp etken bolsanız, siz kim qayerda tug'ilgan ve Avstraliyaga chiqib qanchalik bo'ldi, hozir nima ish qilyapsiz? Men Sharq Turkistonning G'o'l shahrida tug'ilgan. Avstraliyaga chiqqani 13 yil bo'ldi. Hozir Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatininki raislik vazifasini o'tayaptimi? Halbuki Avstraliya haqida qisqa bir ma'lumot berib o'tsangiz, qanchalik Uyg'ur yashaydi Avstraliyada? Qaysi shaharlarga joylashgan bizning Uyg'urlar? Avstraliyadagi Uyg'urlarning kelish tarixi 80-yillardan tartib kelishga boshlagan ekan. Hozir Avstraliyaninki 5 shaharda Uyg'urlar yashaydi. Ama 3 shaharda ko'proq yashaydi. Bu 3 shahar Sydney, Melbourne, Adelaide degan 3 shaharda yashaydi. Ko'pinchisi. Shu 3 shaharning aholisi taxminan 2000 atrofida chiqib qoladi. Ama biz yaşayotgan Adelaide shahrida bizning jamoatchiligimiz, bizning sonimiz ko'proq. Biz yaşayotgan Adelaide shahridagi Sharq Turkistonliklarninki cho'ng oilalar, cho'ng yoshli kishilar, oqsoqollar, misol diniy olimlarimiz ko'proq o'tiraqlashgan, jamoatchiligimiz qo'yaq, yurtdoshligimiz qo'yaq, tashkilotchiligimiz kuchliroq yashaymiz. Men shu Adelaide yashayman. Acımka bu Avustralya'da Uyg'urlarni qo'llash darajasi qancha? Uyg'urlarni tunish jamiyat tashkilotimizni tunish jihatda bizning Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatininki 1992-yil qurilgan tashkilot. Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining 20 yillik tarixi bor. Şu aynı vakitte bizim çoğunlarımız, siyasi aktiflerimiz bu teşkilatını kurup, bunu devamlaştırıp kelgen. 2008 yılı Xitay Olimpik ötkizgende, Olimpik'in lonkisi Avustralya'nınki merkezi Canberra'dan ötken vakitte biz Sydney, Adelaide, Melbourne bulup 200'dek adam Olimpik'e karşı namaş kılagan. Şu vakitte bütün Xitay okuyucularını hareketke keltirip 11.000 Xitay okuyucusu Xitay konsolosluğunki elçixanasınınki hedekçiliki bilen Canberra'nı Kızıl bayrak bilen toşturup etti. Biz şu 11.000 Xitay'a karşı 200'dek Şarkı Türkistanlık Uygur, aşağıdaki Özbek, başka kırındaşlarımız, Türk kırındaşlarımız bunlarla birlikte şu yerden öğrenilip nurgun matbuatlardan, akbarat organlarından öğren aldık. Bu bir bizimki şu yerdeki Şarkı Türkistanlıkların, Uygurların tanıştığı bir ilgirleş oldu. Onun için 2009 yılı 5. iyul vakasından keyin vakasida biz yana shu Canberra'da, Avstraliya merkez Canberra'da 3 shahardan yig'ilib Xitoy elchixonasining oldida cho'ng 300 kishilik namoyish o'tkazdik. Bundan nurg'un axborot o'rinlaridan o'rin oldi. Undan keyin bizning liderimiz, rahbarimiz, Uyg'ur xalqining ma'naviy anisi, dunyo Uyg'ur huquqining raisi Rabiya Qadir xonim ki Muhabbatning 10 sharti nomli film Rabiya Qadir xonimning tarixiy va Sharq Turkistonning tarix tanishtirilgan filmni
Melbourne şəhərində, Avstraliyanın Melbourne şəhərində ötküzülən film festivalida qo'ygan vaqtda bu vaqtda texnik bir Şarkı Türkistanlıqlarni Uyg'ur millatini tunishda texnik zo'r ilgirlashlar qo'lga keldi. Bizningki yana tashkiliy jihatda mayli Adelaide Sharq Turkiston jamiyati bo'lsin, mayli Sidneydagi jamiyat bo'lsin, mayli Melbournedagi jamiyatlar bo'lsin, uch jamiyatningki o'rtaqligimiz bor. Biz siyosiy, ijtimoiy, madaniy faoliyatlarda davomli o'rtaqlik bilan birlikda faoliyat olib boramiz. Davomli Uyg'ur xalqini tanishtirish, Sharq Turkiston masalasini tanishtirish, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarningki hozirgi bisim siyosatini, siyosiy, diniy, iqtisodiy, til jihatdagi yo'qolib ketib qolgan har xil jihatdagi bisim siyosatini kamsitishni davomli anlatib turamiz har xil turda. Shu sababdan kundan kunga Avstraliya xalqininki bizni tonishi, har xil ommaviy tashkilotlarning tonishi, biz bilan o'rtaqlashishi, har jihatlardan yordam berishi, lekin ko'chmanlar masalasiningki siyosiy panohlarga tilaguvchilarningki ishlarininki hal bo'lishda tezlashishi jihatda zo'r natijalarga erishdik. Endi biz her yili ikki cumhuriyatni xotirlash kunini o'tkazamiz. 33-chi Sharq Turkiston Cumhuriyati, 44-chi Sharq Turkiston Cumhuriyatlarini xotirlash kuni 11-oyning 12-si. Har yil xotirlash kuni qilib parlament a'zolari, yerlik parlament a'zolari va shu yerdagi yerlik ministrlar, har qaysi ommaviy tashkilotlar mumkin rahbarlarini, bizga qiziqadigan siyosatlarni taklif qilamiz bularga. Taklif qilib bular kelib qatnashib, o'zining yurak so'zlarini qilib ketadi. Shu sababdan Janubiy Avstraliyada har yil chiqadigan ko'p millat madaniyatidan targ'ib qilingan kalendarda Sharq Turkistonliklarningki Cumhuriyat kuni 11-oyning 12-si deb har yil besiladi. Bu bizningki shu Avstraliyadagi shu ko'p millat madaniyatini targ'ib qilgan idoraningki madaniyatini qo'llaydigan shu idoraning bizningki shu Cumhuriyat kunimizni shu Sharq Turkistonning Cumhuriyat kuni deb e'tirof qilganning bir isboti. Undan boshqa madaniyat kunlarimiz Noro'z, boshqa diniy bayramlarimiz Qurboniyat, Ro'ziyat yig'ilishlarni cho'ng qilamiz. Buningmi shu yana davomli shu parlament a'zolari bizga qiziqadigan siyosatlar, masalan yerlik shu o'lkalarga meningki ministrlari bularni chaqirib turamiz, kelib bizga qatnashib, bizga istashlik qiladi. Bu 6-oyda biz bir cho'ng ko'rgazma qildik. Uyg'ur Adelaide shahridagi Ko'chmanlar muzeyida 3 oy biz ko'rgazma qo'ydik. Bu yerda shu Janubiy Avstraliya hukumatininki o'lkalik hukumatga vakolatan adolat ministri kelib, o'zi shu yerda men o'lka boshlig'i vakolatan keldim dedi. Deb bizga moddiy jihatdan qanday chek yezib kelib, moddiy jihatdan yordam qildi. Ham ko'p millat madaniyatini targ'ib qilgan idorani u iqtisodiyotni yordam qildi. Shuning bilan biz shu ko'rgazmani ichib shu yerda boshqa bizning xalqining yana Uyg'urlarningki moddiy yordamlari bilan, ma'naviy jihatdan qo'llashlari bilan, xizmat jihatdan yaqin turishi bilan shu ko'rgazmani ichib shu yerda 3 oy qo'ydik. Bunimiz bayt zo'r o'lim bo'ldi. Shuningdek har xil madaniy, siyosiy, ijtimoiy faoliyatlar bilan bu davoni Avstraliyaninki qonun prinsiplarininki foydalanishga tegishli imkonlardan amal qilib foydalanib bu davoni Uyg'ur masalasini anlatib kelyapmiz. Azimka, siz bu qitim Yaponiyaning Tokyo shahrida ochilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining 3-navbatlik umumiy yig'inga qatnashib vakil sifatida keldingiz. Sizcha bu yig'in qanday qarab o'tdi? Nimalarni his qildingiz bu yig'inda? Bu
4-cü növbətlik Dünya Uyğur Qurultayının vəkillər qurultayı naitli bir mening his qilishimcha demokratik usulda yaxshi bir o'tkazildi. Buningda saylangan mushu qurultayda saylangan rahbarlar o'zi qila oladigan ishni men qilaman deb talishib o'zining fidokorligi bilan har xil vazifalarni qabul qildi. O'zini har xil vazifalarga nomzod ko'rsatdi. Xalq demokratik ovoz bilan bu fidokor bu oldiga chiqqan kadrlarni demokratik ovoz bilan saylab chiqdi. Bu daqiqa buningdan keyingi Dünya Uyğur Qurultayınınki safarida naytli bir yaxshi utuqlar qo'lga keldi deb o'ylayman men. Bu yig'indan men mamnun bo'ldim. Bundan keyin dunyodagi barliq tashkilotlarningki Dünya Uyğur Qurultayınınki yetakchiligida davomli oldiga ilgirlab qilishni umid qilaman. Ammo shu zo'r natijalarni ko'rsatyoladi deb ishonaman. Rahmat sizga. Bundan keyingi xizmatingizga ko'p quvvat tilayman. Alloh omonat bo'ling. Rahmat. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, shuningdek bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz mushabayalaşdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamiz ko'rishaylik.